Assalomu alaykum youtuberlar. Bugun sizlar bilan teleskop bo'yicha kompyuterda montaj qilishni ko'rib chiqamiz. Boshidan aytib qo'yayin, bu yerda 100% kompyuterda qilinmaydi. Sababi hozir aytib o'tib ketaman. Xo'p, agar boshlab olaylik. Teleskop bo'yicha shablon qilish uchun mana bunday papka ochib, o'sha papkaga hammasini tashlab olishimiz kerak. CapCutdan foydalanamiz biz. Xo'p, mana CapCutni ham ochib qo'yamiz. Bu yerga menda tayyor ramkalar bor. O'sha ramkalarni hozir tashlayman. Bunaqa ramkalarni Telegram kanalimda topishingiz mumkin. Tashib qo'yganman. Birinchi kanalni ochgan vaqtlarimda tashlagan. Bu kanalda foydali narsalar ko'p, o'shaning uchun obuna bo'lib qo'yishni maslahat beraman. Xo'p, mana yuklab oldim men. Xo'p, endi tashlab olamiz. Mana ramkalar kerak bo'ladi 4 talik. 4 talik ramka. Qo'shdim. Buni uzunroq qo'yaman. Xo'p. Mana shuncha. Shunchalar hozircha yetadi, keyin o'zgartirishimiz mumkin. Agar normal telefoningiz bo'lsa, telefonda qilishni maslahat beraman, chunki tezroq bo'ladi, osonroq bo'ladi. Ham xohlagan vaqtingizda montaj qila olasiz. Yo'ldami, metrodami, taksidami, даже ovqatlanib o'tirgan vaqtda ham montaj qilsa bo'ladi. Qulay. Kompyuterda esa joy talab qiladi. Maxsus birorta joyga o'tirib qilishingiz to'g'ri keladi. Mana men tashlab olganman. Bu videolarni telefonda montaj qilib, tayyorlab qo'yganman. Bunaqa telefonda montaj qilish bo'yicha video chiqarganman. O'shani ko'rib, mana shunaqa qilishni maslahat beraman. Bu nomlari bilan saqlaganman men. Buni raqamlab chiqamiz. Xo'p. V1. Xohlagan harfingizni qo'shishingiz bilan, xohlagan nomingizni yozib qo'yishingiz bo'ladi. O'zingiz adashib ketmasangiz bo'ladi. Misol uchun G1 videosiga V1. Bu yerga ham xohlaganingizni yozib qo'yishingiz bo'ladi. Kombinatsiya haqida ko'p gapirib o'tirmayman. Kombinatsiya haqida alohida video qilganman. U telefonda bo'lgan, to'g'ri. Agar kompyuter uchun ham agar kombinatsiya qilishni bilmasalaringiz, 1 daqiqada video qilishni bilmasalaringiz, kommentariyada yozib qoldiringlar. Birta odam yozib qoldirsa ham o'sha mavzuda video qilishga harakat qilaman. O'sha tayyorlab olgan video rasmlarimizni tashlab olamiz. Tashlab olingan rasm videolarni joylashtirib chiqish kerak. Xo'p, avval tepaga ko'tarib ajratib olaylik. Rasmni alohida, videoni alohida qilib olamiz. Adashmaslik uchun. Hammasini taxlab bo'lgandan keyin qaysi joyga to'g'ri kelishi bilan ajratib joylarni o'zgartirib olasizlar. Tepaga, olasizlar pastga. Hozir men o'zimga qulay uslubda qilyapman. Sizlar ham o'zlaringiz xohlagan uslubda qilishlaringiz mumkin. Buni zarari yo'q. Muhimi kombinatsiyani to'g'ri qilish va adashib ketmaslik. Misol uchun rasmni 4 bilan raqamlagan bo'lsangiz, 4-chiga qo'yishlaringiz kerak. Nega? Chunki adashib ketishlaringiz mumkin. Chunki 4 bilan kombinatsiya qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha 3 ni 4 ga aylantirishingiz kerak. 4 joyiga o'tish uchun.
to'rda 3 ga aylantirishingiz kerak, 3ta joyga o'tish uchun yoki boshqa raqamlar bilan ham xuddi shunday bo'ladi. Xo'p, mana surib joylashtira olamiz. Mana to'rttasini ham joy-joyiga joylashtirib oldik. Xo'p, endi qiladigan ishimiz ketma-ketlikda videolarni tahlil chiqamiz. Videolar joylashtirib bo'lgandan keyin qiladigan ishimiz rasmlar bilan ishlash. Xo'p, mana birinchi rasmni, birinchi videoni tagiga joylashtiramiz. Xo'p, keyin buni ustiga ko'tarib qo'yamiz, videoni ustiga. Xo'p, telefonda ko'tarib qo'yish tugmasi bor edi. Kompyuterda ham adashmasam bo'lishi kerak. Xo'p, yo'q. Kerak emas. Videolarni pastga tushirib qo'ysak bo'ladi, muammo yo'q. Xo'p. Mana endi yaxshi bo'ldi. Birinchi videolar turib, keyin rasmlar qo'ysalaringiz mana shunday to'g'ri bo'lar ekan. Montaj jarayoni ham qiziq. Lekin videoga mehr berish kerak. Bu nima degani? Shunchaki qo'ldan o'tarib qo'ymaslik kerak. Bunaqasiga rasm o'tirolmaydi. Avval o'zlaringiz qarab ko'ringizlar. O'zingizni videoingizni o'zlaringiz analiz qilib ko'ringizlar. To'g'ri, o'zlaringiz qilgan mehnatlaringiz o'zlaringiz uchun qadrli bo'lishi mumkin. Lekin odamlar shuni ko'radimi, bolalar shuni ko'radimi deb o'zlaringizga savol beringizlar. Qanday qilsam yaxshi bo'ladi degan savol sizlarda paydo bo'lishi mumkin. Faylasufop kanaliga qarangizlar. Mayli, meni videomga qarash shart emas. Aynan mening videomga o'xshash shart emas, lekin boshqa Faylasufop kanallari ham bor. O'shalarga qarab, o'sha Faylasufop kanallar bo'yicha deyman, shunga o'xshash video qilishga harakat qilingizlar. Mana biz rasmlar tayyorlab oldik. Rasmlarni videoni oxirigacha cho'zib qo'yamiz. Xo'p. Endi qiladigan ishimiz green screenlar bilan, ya'ni yashil fonlar bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bizga kerak bo'ladigan yashil fonlarni men o'zimda papkamga saqlab qo'yganman. Bu yerda 1-2 ishlatsak bo'ladi boshiga. Xo'p. Mana buni yashil fonni o'chiramiz. Chroma key bilan. Mana. Xo'p. Yashil qolishi kerak emas. Xo'p. Mana bu yaxshi bo'ladi. Videolarda oldiga qo'yamiz. 3, 2, 1, go! Mana shu vaqt oralig'ida screenshot qilib olsalaringiz, sizlar uchun tayyor preview bo'ladi.
Mana bu click animation, ya'ni click animatsiyasi, botish animatsiyasi o'zbekchasiga. Shularni qo'yib, personajlarni mana bu rasmlarni ustiga to'g'rilab olamiz. Mana birinchisi ketdi. Mana shu birinchi rasmni bosadi. Bosganda video boshlanib ketishi kerak. Xo'p. Ortiqcha joylarini kesib tashlaymiz. Mana shu pastdan chiqib kelgan joyi ko'rinsa bo'ldi. Videolar to'g'rilab ko'ramiz. Hop. Where's my squad? Mana endi videolarni tepaga joyiga ko'tarib qo'ysak bo'ladi. Where's my squad? Yana xohishlaringizga qarab animatsiya qo'shishlaringiz bo'ladi. Mana yashiga bo'lgani uchun oxiriga qo'yiladigan animatsiyani qo'yib olasizlar. Inglizchasiga end deb yoziladi. Tugash. Agar sizda CapCut boshqa tilda bo'ladigan bo'lsa ham joylashuvlarga qarab mana shunisi mos tushdi. Xo'p. Klik animatsiyasini ko'chirib olamiz. Endi ikkinchi personajga o'tkazib qo'yamiz. Keyin xuddi shu tartibda videolarni taxlab joylashtirib boraveramiz. Bu yerda ortiqcha joy bor ekan, o'shani olib tashlaymiz. Kerak emas, faqat bosgandagi joy kerak xolos. Rasm kesilib ketdi, qaytaramiz. Mana ketdi. Kesganimizni ko'chirib olamiz. Mana endi yaxshi chiqdi. Yaxshi. Xuddi shunday davom etamiz. Keyingi video. Klik animatsiyasini personaj uchinchisiga qo'yamiz. Ham xuddi shunday davom etadi. Navbatdagisiga buni ham xuddi shunday qo'yamiz. To'g'rilaymiz. Oxirgisiga yaxshi. Ularga ham xuddi shunday animatsiyalar berib chiqamiz. O'shanda chiroyli edi. Yana faylga qaytamiz. Green screen. Obuna bo'ling degan green screenni tashlab olamiz. Shuni videoga ishlatamiz. O'shanda chiroyliroq chiqadi. Videoingiz uzunroq bo'ladi. Yana chroma key orqali rangini o'chiramiz. Hop. Yaxshi. Yaxshi chiqdi. Ustiga ham qo'yib chiqsak bo'ladi. Kichraytirib.
O'zlaringizni xohishlaringizga bog'liq. Yana qo'shimchalar qo'shsa bo'ladi. Tayler o'zlaringizni fantaziyalaringizdan kelib chiqib masalan raqslarni qo'shsa bo'ladi. Screen raqslar, memlar. Teleskopni asosini oddiy sodda usulda qilingan variantlarini sizlarga ko'rsatganman. Hop. 3, 2, 1, go! Yaxshi. Where's my squad? Mana bu rasmlarda, videolarda tayyorlash bo'yicha video qilganmiz. Telefonda teleskopda 100% montaj qilish deb nomlangan. O'shani ko'rishda maslahat beraman. O'shani ko'rib, keyin video qilingizlar. Chunki bu yerda nima qilsa nima bo'ladi degan savollarga javob berganman. Masalan, xato qilib qo'ysalaringiz yaxshi bo'lmaydi, kanalingiz bloklanishiga olib kelishi mumkin. O'shaning uchun to'g'ri kerak. Mana bu green screenlarni kopировать qilib har xil joylarga qo'yib chiqsak bo'ladi, zarari yo'q. Uncha ko'p joyni egallamaydi. Lekin video bachkana bo'lib ketishi kerak emas. O'shani ham hisobga olasizlar. Bo'ldi, videomiz tayyor. Eksportga yuborsak bo'ladi, nom beramiz. Iloji boricha 4K 60 fpsda videoni saqlashga harakat qilasizlar. Bu o'zimning shaxsiy maslahatim. Video qancha sifatli bo'lsa, shuncha yaxshi. Bugun sizlarga shuni o'rgatmoqchi edim. YouTube kanalimizga va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Albatta foydali bo'ladi degan umiddaman. Like bosing, kommentariy yozing. Asosiysi videolar o'tkazmasdan ko'ring. Albatta bu yaxshiroq tushunishingiz uchun.